Assalomu alaykum do'stlar, hammaga salom. Bugun sizlar bilan YouTube'ga video qo'yishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib YouTube'ga kirib olamiz va o'rtadagi plus tugmachasini bosib olamiz. Xo'p, qisqa video bo'lishi shart. Kiritishni bosamiz. O'zingiz xohlagan videoni qo'yishingiz mumkin. Men misol uchun Tohirovning videosini qo'ydim. Xo'p, keyingisini bosib olamiz. Bitta video tashlasang, telefoning xohlagan mahal budilnik chaladigan bo'lib Undan qolsin. keyin o'zingiz xohlagancha qirqishingiz mumkin. O'shandan keyin tayyorni bosasiz. Lekin birovning videosini qo'ysangiz, bloklab yuborishi mumkin. Men endi YouTube'ga qarab video qo'ydim. Xo'p, endi bu yerga keladigan bo'lsak, xohlagan so'zingizni yozishingiz mumkin. Xohlagan matningizni qo'yishingiz mumkin. Men misol uchun Shahriyor deb qo'yay. O'zimning nikim shunaqa bo'lganligi uchun Shahriyor deb qo'ydim. Endi o'zingiz xohlagan so'rovnoma yoki savol-javob qilmoqchi bo'lsangiz qo'yishingiz mumkin. Xo'p, bu yerdan ranglarni o'zgartirishimiz mumkin. Xo'p, men o'zimga tayyor qilib oldim. Keyingisini bosamiz. Xo'p, ayla qulf bo'lib turganini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Mana shuni hammaga ochiq qilib qo'yamiz. Qisqa videoni ustiga nom beramiz endi. Bu yerga men 1 qilib qo'yaman. Xo'p, endi qisqa videoni joylaymiz. Hammaga rahmat. Endi sizning ham videoyingiz bor. Agar YouTube'ni tushunmasangiz, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hammaga rahmat.